Lay la lay, la 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 lay, la lay, la lay bu cheksiz dengizni hamma yo'lni aylanib chiqqanga o'xshayman. Burun quruqlik chiqmaydi. Ana quruqlik chiqdi. Ure! Qani borib ko'raylikchi nima bor ekan. Qani qo'yadi endi biz quruqlikka chiqamiz. Oyoqlarim massa qilyapti. Bu qumlarni ustida, loylarni ustida bu qo'ylarni qaranglar. Men shu orolda yashab qolaman. Bo'ldi, men shu yerda yashayman. Qani qayiqcham. Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Steve Uz. Xullas, bugungi videoni tushunib olingizlar. Biz mana shu yerda vijivaniya qilib yashab qolishimiz kerak. Qani bo'lmasa go. Undan oldin esa qani tezroq kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'ng'iroqchani bosish esdan chiqmasin. Iltimos, bu meni rivojlanishim uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun like bosing. Bekor o'tirmasdan taxtini chopish kerak. Taxta bilan rivojlanamiz. Olmozli narsalar qilamiz. Uning uchun taxta kerak. Taxta. Qani go. Tezroq. Shu taxtalarni chopib olish kerak. Keyin esa olmosli bruniya qilish kerak. Bitta kirka va bitta tapor va bo'ldi. Biz endi legendamiz. Mana bu qo'ylarni chopamiz. Ular bizga yaqinda nima edi? Yotoq bo'ladi, yotoq. To'g'ri qo'y. Ana u ham ha dedi. Bitta jigaram bor ekan-ku. Menimcha bitta o'q ko'rgandim shu yerlarda. Qo'yish. Ana, aytdim, beraka. Qo'chmanmi? Yana bitta zarba u o'ladi. Mana. Xullas bu tovuq ham kerak bo'ladi. To'xtanglar, biz qachongacha bu taxtali darslarni yuramiz. Tezroq toshli darslar yasash kerak. Avvalambor yotoq yasaymiz, keyin esa kirka yasaymiz. Voy, nega shunday qildim? Axir kirkam bor-ku. Ikkita kirka boshimga uramanmi? Nima, sandiq yasab bularni shu yerga qo'yamiz. Yetadi. Ikkita sandiqqa keraksiz narsalarimizni qo'yamiz. Qani biz endi toshli narsa yasashimiz kerak. Qani tezroq. Ko'proq tosh olishim kerak, chunki bundan keyin anchagina toshli narsa yasayman. Shunga o'xshagan narsa ishqilib o'zingiz ko'rib olasizlar. Zerikmasligingiz uchun bu yerda qirqib tashlayman. Mana do'stlar, menimcha 49 ta tosh yetib o'rtadi. Xafa bo'ldi shekilli. Mana qo'yar uzoq kutilgan toshli asbob uskunalar yasab olamiz. Birinchi bo'lib kirka, pechka va bitta tapor yasaymiz. Qo'shimchasiga qilich ham. Shular bizga ancha kerak bo'ladi. Xo'sh, endi esa mana bu yerga keraksiz narsalarni qo'yamiz. Do'stlar, endi maqsadimiz mana shu yerdagi hamma daraxtlarni chopib tashlash. Hammasi bitta qoldirmasdan. Ammo qorni ochadi-ku baribir. Shuning uchun mana bularni pishirishga qo'yamiz. Keyin maza qilib yeymiz. Bag bo'lib qoldim. Nima uchun bu ko'rinmayapti? Ammo shaderga gap yo'q. To'g'ri do'stlar, buni qayerdan olishni videoni oxirida aytaman. Aynan shu shaderni. Bu aslida shader emas. Shader ammo ishqilib keyin tushunib olasizlar. Keyin aytaman videoni oxirida. Ungacha uxlab olamiz. Do'stlar, endi ishni boshlaymiz. Ishimiz nima qilyapman o'zi? Ishimiz nimaligini bilasizlar menimcha. Xo'sh, mana shu yerdagi hamma daraxtlarni chopib tashlaymiz. Cho'li montajcha qilib yoki qirqib tashlab, ishqilib shunday qilaman-da.
Xullas do'stlar, buni qaranglar, bug'ni qaranglar. Bu qanaqasiga bu shunaqa bug bo'lyapti? Bilmayapman. Bir o'yinga kirib chiqqandan so'ng keyin qaytib kirsam, shunaqa bug bo'lib yotibdi. Bug tugasa, albatta videoni davomi chiqadi ikkinchi qismi. Bu suvni qanaqa bo'lganligini bilib ham bo'lmaydi. To'g'rimi qo'y? Ana u ham to'g'ri yo'qdi, u ham hech narsaga tushunmayapti. O'zim meni ko'ryaptimi yo'qmi, menimcha ko'ryapti. Shu bug'lar tugagach yo'qolgandan so'ng keyin videoni davomi chiqadi albatta. Ungacha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasa iltimos. Save mods. Mana shu mening Telegram kanalim. Mana shu yerdan shu shaderni Minecraftni topib olsangiz bo'ladi. Bo'lmasa hammaga xayr do'stlar. İkinci qismda ko'rishamiz.